Assalomu alaykum, yigitlar, qandaysizlar? Sizlar bilan bir necha oy oldin boshlagan kompyuter savodxonligi plus sun'iy intellekt kursimiz nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Bu nihoyasiga yetdi degan iboramiz bilim olishligimiz to'xtadi degani emas, balki mana shu 3 oy ichida o'zimiz o'rgangan narsalarda biroz o'zimizni xursand qilishlik uchun rag'batlantirish nisbatida sertifikat topshiramiz. Bu umid qilamanki, darsimizni nihoyasi emas, balkim o'z ustimizda, sohamizda kompyuterda to'g'ri foydalanib, yanada rivojlanishligimizni boshlanish nuqtasi deb hisoblaymiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Tashlanbayev Sanjarbek. Men 13 yoshdaman. Biz 53+ innovatsiyaga IT kursiga yozilib kelganman. IT ga qiziqishim oldindan qiziqardim. Shu kompyuter, telefonlardan ko'rib birinchi bo'lib men o'rgangan narsalarim bu Word. Wordda konspekt, test, yana boshqa narsalar yozib o'rganib keldim. Undan tashqari Excel, yana ko'p sun'iy intellektlarni o'rgandik. Hozir men o'rgangan narsalarni ko'pidan bu eng yaxshi ko'rib yasagan narsalarim bu sayt, prezentatsiya, logo, vizitka shular. Men yasagan saytlar, o'quv markaziga yasagan saytim. Yana bitta saytim bu bolalar kitobiga ko'p qo'shiladi. U 4 yoshdan boshlab 16 yoshgacha kitoblar bor. Bu saytlarda ichida tanlab o'zingizga yoqqan kitobni tanlab olsangiz bo'ladi. Men shu 3 oylik ichida o'rgatgan ustozim Abdulloh akaga ham rahmat, ota-onamga ham rahmat shunchalik sharoit yaratib berganiga. Men atim Albayev Davlat. Men hozirgi uchurda BU Innovation kursida o'qib jataman. Bu kursda o'qib jatganimga 3 oy bo'ldi. Bu 3 oyda men ko'ptagan narsalarni o'rgandim. Kod yozdi, saytlarni, logotip, jana boshqa искусственный интеллекттерni qo'llanishni o'rgandim. Men hozir sayt jasab chiqdim. Ani notebookdagi, telefondagi ishlatsa bo'ladi. Al bu sayt bu angliyskiy үйрөнүү, so'zlarni үйрөнүү o'sha turali. Bu saytning аты English Hub. Bu yerda ko'ptagan narsani qilsa bo'ladi. Misoli учить слова. Bu house немесмен chiqadi, переводмен house. O'qisada bo'ladi. Ana bu yoqda jana boshqa ko'ptagan so'zlar bor. Bu yoqda играть degan. Misol bilan sabri fraz. Я люблю кофе, I love coffee. Ota jana boshqa shunday so'zlarni cho'g'iltib o'ynasa bo'ladi. Bu yoqda jana boshqa o'yinlar bor. Bu yerda dnevnik, bu yerda жаңы жаттаган so'zlarni жазса bo'ladi. Misol bu yoqda grammatika bor. Grammatikadan shunday az bu yerda 3-4 vid grammatika bor. Present simple, past simple, future simple, present continuous. Bu jana boshqa nimalar detallar bilsa bo'ladi. IT sferасы hozirgi uchurda eng востребованный kasblardan biri. Ошондуктан мен дагы өз карьерамды IT сферасында пландап жатам. Мисалы, азыркы учурда эң кылган приложениялар WhatsApp, Telegram жана башка оюндар чыгып жатат. Мен дагы келечекте өз приложениямды ачкым келет. Куда кааласа, мен дагы ушундай гигант приложенияларды ачам. Assalomu alaykum. Men Nasirjanov Firdavs, 16 yoshdaman. Men bu BU plus innovatsiya o'quv markazida 3 oylik IT kursiga qatnashib o'qidim. 3 oylik kurs ichida logotip, prezentatsiya, rezyume, sayt, sun'iy intellektlarni o'rgandik. Men hozir yasagan sayt nimalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Shu saytimiz kiyim magazini uchun yasalgan. Shu joyda xohlagan tovarlarni qo'shib onlayn sotsa bo'ladi. Shu joyda esa do'konda manzili, nomerlari, Instagram yoki TikTok xohlagan nimasini qo'shib qo'ysa bo'ladi. Undan keyingi saytimiz Tapantash bruschatka bo'yicha
Bu yerda живой suratlarni qo'yib narxlarini qo'ysak bo'ladi. Ushbu saytlarimizni shu ustozimiz Abdulla aka yordami bilan yasadik. Bundan buyog'iga ham o'z ustimizda ishlab katta ishlarni qilish niyatimiz bor. Assalomu alaykum, men atim Firdaus, 12 yoshdaman. Men o'zgarishdan kelaman. Men IT sohasida Bio Innovation'da o'qiyman. Canva, prezentatsiya o'shanaqalarni o'rganyapman. Abdulla aka ham yordam beryapti menga. O'shandan narsalar yasab o'rganib, videolar yasashni o'rganib oldim. Xudo xohlasa shu IT kursi bo'yicha kuchli IT'shnik bo'lishni xohladim. Qani bo'lmasam sertifikatlarimizni o'z egalariga topshirishni boshladik. Ibrohimjonov Nursaid. Nursaid, alaykum assalom. Tabriklayman. Bundan buyog'i yanadan kuchli natijalarga chiqishingizni kutib qolamiz. Xo'p, yigitlar, Xudo xolasa bu bir o'zimizni rag'batlanish qatorida berilgan sertifikatlar. Bundan buyog'iga Xudo xolasa yanada bir buyuk cho'qqilarga, buyuk ilmlarni zabt etishlarga harakat qilamiz, Xudo xolasa.